أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: القول في أنواع الهبات. هبة تربره، والهبة منها ما هي هبة عين تورن أذنه أجناسهم أذنه هبة لش ممكن، ومنها ما هي هبة منفعة أشو تورن فايدن شنو هبة قلش ما فايدن ولا ده فايدن ولا شنو بريتش ممكن öyle desek öyle hebe qilib beritish bu ayn bo'ldi. Uyda o'tirasla, bir oy o'tirasla, bir yil o'tirasla bakalab desa bu hibatu manfaat. Va hibatul ayn minha ma yuqsadu biha thawab. Endi beritilgan narsaning o'zini beritishda buningdan bir qarshilik ko'zlab beritish bo'lishi mumkin. Bir narsani ko'zlab. Savab degani qarshiligi, ya qaytilgan bir manfaat, mukofoti, jazosi degandek. Taba degan qaytishni bildirgan. Va minha ma la yuqsadu biha thawab. Ondan bir narsani faqat ko'zlamay beritish mumkin edi. والتي يقصد بها الثواب منها ما يقصد بها وجه الله. Yani onda bir karşılık közlengen hibe olup kalsa, bunun içinde Allah'ın razılığını közlegen hibe oldu. Allah'ın razılığı diyoruz, sevap şu vardır. Biz şer'i sevap etmek için. ومنها ما يقصد به وجه المخلوق. Yani bazı hibelerde insanın ki razı oluşu közlengen oluşu mümkün. Kişinin hoş kılaşır. Biz tüygen dedik o, sadaka, hibe, bunun farkı diyenlik. Sonra yakın gibi. فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها. لغير الثواب yine mesela bunun biraz kayıtlıdığı ya ki bunun yandırması diyorlar. Maddi karşılıksız aslında bir narsa beritiş caiz olur. Yok. وإنما اختلفوا في أحكامها. Lakin bunun bazı ahkamında ihtilaflaşıp kaldı. وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها. Endi maddi qarşılık ko'zlab turib bir narsa berib qolsa, bunda xiltalashlar bor. فأجازها مالك وأبو حنيفة. Mesela ayollar ko'p qildi buni. Ajga olmoqchi bo'lsa, yo'lliq tutdi. Kelgan chog'da mana soat ağır iskildi. Mesela yerda tutmasa yo'lliq tutdi. Kelgan chog'da nasab tutdi. Erlar odatda yo'lliq tutib akamizning xafa qilmaydi. Ekilishini o'ylamay qilish mumkin. Ayollar mana kullarni uzatqanda mana shunday qiladi. Demak bu hibali savab. Yani ba tavaqim men tavaqim deydi. Bunun tarifida big'ayri va aslida big'ayri va birish kerak. Lekin bu big'ayri ivad hozir ba'da. Lekin keyinchi buning menga qarshiligini yandirdi deb shuni ko'zlab berganlar. Şu vaqtda o'zida bo'lgan ekan. Shu vaqtda o'zida bo'lmadi. Ya da to'xtamlish qilmaydi. To'xtamlish yap. Men sizga unday yo'lliq tutdim. Akilli derash bo'lmaydi. Bu hamda o'zining niyatiga bog'liq ishmaydi. فأجازها مالك وأبو حنيفة. إمام مالك وأبو حنيفة يعني إمام أحمد ما جائز القرب. ومنعه الشافعي. إمام الشافعي جائز مسبود القرب. وبه قال داود وأبو ثور مش مهم جائز مسبود القرب. وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعا مجهول الثمن. أنه كينشي bir narsa ekildi deganki xuddi bir tovarni almashtirishdan iborat ishkan bu deb qarasak, qaytirgan narsa aniq emas. Ikkisi qaytiramdi, birasi qaytiramdi, uchasi qaytiramdi aniq bo'lgan ekan, noma'lum bir bahoga sotgan savdodan iborat bo'lamdi, yakunda bo'lmamdi. فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال هو من بيوع الغرر التي لا تجوز. Bazı naqamas savdo bu deb qarasa, joiz bo'lmaydigan, noma'lumlikka ig'ir bo'lgan savdo deb qaradi. ومن لم يرى أنها بيع مجهول. Ya bunun mechul bir ish yo'q bu savdoda deb turganlar qala yejuzu. Joiz bu. Yani bu jumhur joiz deganlar. وكان مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها. İmam Malik urf-odatda shunga yaqin kelgan bir narsani qaytirish bo'lg'achqa
şu sodunun bir şartıdek al-ma'ruf urfan kal-mashrut shartan degandek qarabdi. Yani caiz emas ekan. ولذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرضى الواهب بالثواب ما الحكم. Bu caiz debdilar. Lekin shartlashgan so'zdek bo'ldi debdi. Lekin ma'qulamda dastlab sovg'at bergan kishi keyin qaytarilgan sovg'atga rozi bo'lmay qolsa, men plan pulga sovg'atni yo'lliq tutsam, men kishiga narsa kelibdi deb norozi bo'lib qolgan ahvolda so'zi deb qolsak bu ikki tarafning rozi bilan taradi tarafin tijaratan antaradi mumkin degan. Endi rozi qilmay qolsa qanday bo'lsa faqila talzamuhu al-hibatu idza a'tahu al-mawhubu al-qimata. Asıl dastlabda shu kishi qilgan sovg'atninki qimmatiga teng bir sovg'at qaytgan bo'lsa, shuni elish lozim. Rozi bo'lsin, bo'lmasa shuni oladi. Demak, bu yerda teng narsani qaytgan bo'lgan ekan. Bu bir qarashga. Vaqila la talzamuhu illa an yurdiyahu. Rozi qilsa undan ashuni oladi. Rozi bo'lmasa u qabul qilmasin bo'ldi, nima cho'shaydi. Wa huwa qawl Umar ala ma sayati ba'd. Hazrat Umarning qarshi bu dedi. Keyin to'xtab o'tmoqchi ekan. Fa idza ishturita fihi ar-rida falaysa hunalika bay'ul 'aqd. Endi rozi bo'lish kerak deb qolsa, bu yerda odatda to'xtamlashib qilgan savdo degan narsa bo'lmaydi desak bo'ladi. Chunki to'xtamlashgan savdolab qolsa muqobil bo'lish kerakda. Lekin rozi bo'lib bo'lsa, u muqobil bo'lsin bo'ldi. Lekin bu to'xtamlashgan savdo to'xtam qilishgan bir savdo bo'lish kerak emas, rozi bo'lgan ekan. Wal awwalu wal mashhur an Malik. Avval degani shuning qimmatiga teng kelgan narsa bo'lsa rozi bo'lish kerak degan. Mush qarash Imom Malikning kelgan mashhur qarash. Va amma idza ulzima al-qimata, endi qimmatini bilish kerak degan bir gapni qilib qolsak, fa hunalika bay'ul aqd. Mana qimmatini bilish kerak. Rozi bo'lsin, bo'lmasa qimmati bo'lsa, teng kelgan narsa bo'lsa, savdo bitgan bo'lsa, bu chaqdan fa hunalika bay'ul aqd. Mishadan savdo to'xtam bo'lgan bo'ldi. Chunki yani bir setilgan tovar var, ayada elingan tovar var. Yani bedel var demek. Lekin rozi deb qalsa, qarshiligi bo'lmasmi, rozi bo'lib ketsa, savdo to'xtam bo'lmagan bo'ldi. Chunki bu yerdan bay'ul aqd bo'ldi. Nima uchun? Bu yerda muavada bo'lganlikda. Wa innama yahmilu Malikun al-hibata ala thawab idza ikhtalafu fi zalik. Imom Malik hamda bu qarshiliklik qilingan hiba deb qaraydigan qachonsa mushunda bunda bir talash tartishib qoldi. Rozi bo'ldim, bo'lmadim yoki buning qimmatini munosabati bo'lmadi degandek bir talash tartishib qolsa, siz asli niyatingizda qaytirishni ko'zlab tutgansiz buni deb qaraydigan. Va xususan idza dallat qarinatul hal ala zalik. Bularni amaliy ahvolda nima bir shuni isbotlaydigan bir ahvol bo'lib qolsa, qarina bo'lib qolsa, ibat savobgan bu deb qaraydigan. Masalan, yahaba al-faqir lil-ghani. Masalan, kambag'aldan boyadanga hiba qilib qolsa, endi azroq yo'lliq tutsam yoki hadiya qilsam, bay daraq qaytira degandek bir qarina bo'ldi demak. Aw liman yara annahu innama qasada bidalika as-savab. Yoki undan boshqa bir dalil isbotlab qolsa, odam shu qaytirishini o'ylab hiba qilgan deydiganlar. Bu çağda hibat sevap buldu demek. Ve amma hibatul manafi'i, yani fayda menfaatni berib o'tish masalasi kelsak, yuqorqisa tovardan yoki moddiy bir narsani o'zini berib o'tishda, ma va foydalanishni berib o'tish. Faminha ma va muajjala, kelajakda falan chaqda menda foydalanaslar, ya'ni nasib bo'lishi mumkin bu foydalanish. Naq bo'lishi mumkin. Va hadi tusamma ariya. Nasib bo'lsa bu ariyat bo'libdi. Bir narsa berib turgandeklar. Va minha. Minha deb atsaqim bo'ldi. Minha deganimda ma hozirda mendan minha narsam. Bu xuddi bir uchga yoki sig'im kalisi bo'lsa, shuni berib turib, birash ko'masdan sutni sig'ib ishini qilib minha. Maniha. Ama minha olsa pul ya bir narsani bir vasa bu aşın maddi narsani berib turib, foydalanish emasdi. Shoma minha degan gapga sadaqa qilmoq.
va ma ashbada ariya minha yoki maniha deb endi atildi. Bu mashinani birib masalan bir hafta minvaslar ishlatishlar dedi. Bu xuddi ariyatdir. Natija ariyat hisoblanadi. Ariyat berib turgandi. ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له. Yani bu menfaatlanish hibisi, menfaatlanishni hiba qilib o'tish masalaga munosabatlik masalalardan shu hiba qilingan kishining hayoti davomlashgan muddatcha foydalanish shart qilingan narsa bor edi. Va hadi tusamma al-umra. Bu umra deb atildi. Umr bo'yi. Mesela sizlar bu dunyoda ketkicha o'sha uyda o'tiryapsizlar. Siz o'ylab ketib qolsa o'shadan o'yni qaytarib olarman degandek. Buning ismi al-umra. Mithla yahaba rajulan sukna darin hayatahu. Shu odamning hayoti muddatcha bir uyda o'tirib olishni o'sha odamga hiba qilib berib o'tgandek. Mesela wahabtuka hadi dara ma'ishta. Yani siz yashagan muddatcha o'sha uyda o'tiryapsizlar. O'lgicha chiqarib o'tmayman. Va hadi ixtalafa al-ulama fiha ala thalathat aqwal. Mush umra masalasida olimlar uch xil qarashga bo'linib ketdi. Ahadiha annaha hibatun mabtuta. Mabtuta kisban bir o'tishgan. O'zining mulkidan uzib berib o'tishgan. Ya'ni intiqol al-mulk demashgan. Ay annaha hibatun lir-raqaba. Ya'ni raqaba degani shu narsaning o'zini berib o'tish. Tamlik yani. Demak bu berib o'tilgan odamning mulki bo'lib ketdimi? Ma sizga berib o'tdim shuni, deblam berib o'tgandan iborat. Umra qilish. Ya'ni o'lgicha o'sha uyda o'tirasizlar desa, bu uy ashadamning bo'lib ketdi degan qarash. Va bihi qala ash-Shafi'i va Abu Hanifa va Thawri va Ahmad va jama'atun. Demak bu jumhurning qarashi bu uy shu berib o'tilgan odamning mulki bo'lib ketdi. Ya, qaytmaydi. والقول الثاني أنه ليس للمعمر فيها إلا المنفعة. يقول يضرب ترغادا منك أمر بيش قيد الإسلام أقبى ونظم بشر ملكه يو ديان قرش. فإذا مات أنا لك تقاس عادة الرقبة للمعمر أو إلى ورثته. أش أين باغشيجا قيد دو يا ك أين باغشيجا كتكم بوسا ميراث خردر قيد دو يعني أصلي قيد دو دمج. وبه قال مالك وأصحابه. İmam Malik ve şagirdleri Müslim'de qaragan. İmam Layth mu İmam Malik bilan billah. Cumhur qaytmaydi. Asadamning bo'lib ketdi dedi. Shu umra deb atildi. Uni shu umraning hukmi nima? Ash utağadanın mülküne kitamdo ya ki adam ülkesi iyisi kaytamdo olsa cumhur iyisi kaytamdo eserinin bölkettir. İmam Malik ya iyisi kaytamdo. Hayır yaşayan müddetçe faydalanılan ülkenin iyisi kaytamdo İmam Malik. Ve indehu ennehu in zekerel aqibe aqib gen farzanti evladı dengi. Farzant evlatlarını tılga etqasa bu deganimda ta'ammartuka hadhihi ad-dara laka wa li'aqibika deb bunda desa mushu uyni sizga va sizning balchaqlarga umra qildim deb qolsa adat idan qatal aqib farzand uzib qolgan chog'da qaytadi. Chunki farzandning foydalanishi ham borkin, farzandning foydalanildi. Farzandni oyoq uzib qolsa undan keyin asliga qaytadi. Farzandi bor muddatcha qaytmaydi ekan. Qaytmaydi ekan. Ilal mu'mir. Yani farzandi tuyab qolsa odamning andan shu umra qilib berganimga qaytadi. Aw ila varatadi. Yoki odam o'lib ketgan bo'lsa, merosxo'rlar qaytadi. Mu'mir degani shu vahid degan shu. والقول الثالث أنه إذا قال هي عمرة لك ولعقبك كانت الرقبة ملكا للمعمر. سنا وسنن فرزندلرنگه عمرة دقاسا وچادا شو öy mevhubdan bo'lib ketgan. Shu taraf turgandan bo'lib ketgan. فإذا لم يذكر العقبة يعني farzandlarni avlodlarni tilg'amagan taqdirda adatir raqaba ba'da mautil mu'mari lil mu'mari aw li warasatihi. Farzand tilg'amagan ekan shu
biritilgan o'lganligidan qachida bagichiga qaytdi yoki uning mirosxo'rlari qaytdi dedi. Va bihi qala Davud va Abu Thawr, Davud Zarilla Abu Thawr mushu qarashni tutdi. Shu qarash vakil. Va sababul xilaf fi hada al-bab ixtilaf al-athar. Ya qarashlarning sababi bu yerda hadislar bir-birini kelib qoldi. Va muaradat ash-shart wal amal al-athar. Shart bilan qilayotgan ish hozir hadisga kelib qoldi. Ya'ni urfada shart qilayotgan mush amaliy ahvol asarga kelib qoldi dedi hadisga. Muarad shartga shart bilan qayd bo'lgan ahvolda kelib qoladi. Amma al-atharu fa fi dalika hadithan. Unda hadisga sak ikki hadis bor bunda. Ahaduhuma muttafaq ala sihhatihi wa huwa ma rawahu Malik an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ayyuma rajulun a'mara umra lahu wa li'aqibihi. Shu bir kishiga va uning farzandlariga deb umra umr bo'yi foydalanishga bir o'yini bergan bo'lsa, fa innaha lillazi yu'taha ay birilga adamning bo'lib ketadi. La tarji'u ila allazi a'taha abada. Bagichiga menga qaytmaydi. Jumhurning dalillari. Li'annahu a'ta ata'an waqa'at fihi al-mawarith. Mawazir mushul li'annahu din ta'ata ayga mush bir jumla so'z hadisning davomi. Lekin mudraja yani Resulullah'ın sözü emas mı abi? İllellezî a'taha ebeden diyen kadar Resulullah'ın sözü. Li'ennehu a'ta ata'an vaqat fi'l mevarith digine müşahidesine Cabir'den Ebu Seleme rivayet kılan. Ebu Seleme ibn Abdurrahman ibn Avf. Ebu Seleme'nin tuluklu Müslüm abi. Ebu Seleme diyen söz. Sey Müslüm rivayet kılan. Öyle Sey Müslüm'ün var mı şöyle? Ahırda koşup dersin ki aşağıda yayın şeklinde Abdullah mesela kırmızıda aşağısını koşup ama çünkü Müslüman davet fikri ve davet İslamiye yentehil kavsu anda kavlihi adedan ve sevabı ennehu yentehil anda kavlihi fihi mevahis ve ennehu min tamamı hadis. Şu tamamı hadis diyen bilen aşı tırnak kapağının toğutları bu. Ne mi? Mao tırnak kapağının Resulullah'ın sözü. Mao ayağı dikse sahabının ama sahabının rivayet kılgan Ebu Seleme diyen tabi'inin ki koşa koygan sözü var. Mesela ben hadisini rivayet kıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyen ilellezî a'taha ebeden der. Resim tükettim mi? Tüyütüp çünkü o mında der. Ayağını ben toluklap bırakmaz. Yani ta'zir kılıyorlar. Çünkü o Resulullah hadisinde bir hatta çıkmaydı ahirette. Hadisinin şu ibaresinden manuelde çıkıp durdu mu? Müddereci keldi. Demek ki şunda bir nasi bir retti ki o da şunda mirasını taksim kılınıp gittiğin bulup gitti yani şu adamın mülkü bulup gitti demek ki. Yani bu sebebi şunda izahlap koydu. Bu bir yerde hazır muttefak ala sıhhatiydi o. Bu İmam Malik rivayet kıldı mı? İmam Müslim rivayet kıldı. Yani Bukhari'da sen başka sıra kalıptı kelgen müşahidis. Yani qadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bil umra enneha limen vuhibet lehu. Aşağıdan bu bakıdı o. Lekin Bukhari'nin gibi akıllı diyen söz yok. Müslim'in gibi Abu Davud başkanın gibi ve li akıllihi diyen gibi. والحديث الثاني حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم يا أنصار الله جماعة مال ملكنا وزانون قلدا تطنلا براز ولا تعمروها عند أمروه برشقة عند برتلغاشنا بقمانلا ولا تعمروها عمر أقلب عند بزبشتوت مانلا فمن أعمر شيئا حياته kimki hayatı müddetçe bir şeyde ömür boyu da privet qasa fahuva lahu aşadanın bulab ketdi. Hayatahu ve ma mat. Hayatı müddetli emas, ölgenligi uchun bulab ketdi. Yani aşu farzandlarga miras qilib taqsim qilinib ketdi. Aşu qirqadisini dedi. Mana vaqat fihi al-mawarith. Shu gap shu. Bu İmam Ahmad ve Müslim Abu Davud rivoyat qilgan sayyidis. وقد روي عن جابر رضي الله عنه بلفظ آخر لا تعمروها ولا تركبوا يعني عمره من الله ركبا من الله demek.
turqi bo'lgan umraga ketishdan ruqba degan bir atalg'i bor. Ruqba degan o'sha umraga yaqin. Sa'd kasam qoladi, ma'lum kasam olsin degandek bundadir. Bir-birining o'limini kutib turishdek bu. Bundadir. Bu Uyg'urdan da yo'q bunda asosan. Uqba degan. Uqba yoki ruqba. Ruqba. Onun mesela mağlup istersen, sonrasını sahibi tutarsan, mantarasını ister. Öztürk kavimlerdi o ya. Ya bireden birdim. Mağluda tutarsa, eğer ben bunu öyle kessem Müslüman olsun. Müslüman öyle kessem. Yani sile, ben bunu öyle kessem tutarsa, ben kaçırı almaya diyendik. Bundan da bazı mezhepte doğramaslar karaydı bunlar. Tılatta. Umra qilmanglar, ruqba qilmanglar. Chunki faman amara shay'an aw arqabahu, kimki bir narsani umra qilsa, ruqba qilsa, fawwa li waratatihi. Ash ishlaganning mulkulab o'zining mirasxo'rligiga ilib ketib qolsa, miras qiladi demoqchi. Bu Abu Dawud bilan Bayhaqi rivoyat qilgan hadis. Fa hadith Abu Zubayr an Jabir radhiyallohu anhu mukhalifun li shartil mu'mir. Abu Zubayrning hayoti deb shart qildi. Umra degan shayat bo'lgan muddatcha shirtidi degan gapda. Hamda hadisda shart zid holatda hayoti emas, mamatahum o'lgandan keyin shuning farzandlariga miras qolgan mulk olib ketdi degan ekan, qilgan shartga xilof ish bo'ldi. Nima? Va hadith Malik anhu, ya'ni an Jabir radhiyallohu anhu mukhalifun aydan li shart al-mu'mir. Hadis Jabir degani Hadis Malik'in anhu degani ma o dastlabda nima muttafaqun alayhi desoqo lahu va li'aqabihi degan. Buni demo mu'mirning, ya'ni umra qilib bergan uy egasininki shartiga xilof chiqilish bor, xilof qilgan bor. Shuni bo'lib ketdi deg'o. Mana fa innaha lilladhi yu'taha la tarji'u abadan. Lekin u shart qilganga xilof ish bo'lmi? Illa annahu yukhayyalu annahu aqalla fil muxalafa. Lekin avval zidkirishda yengilroq deb qaralish kerak dedi. Demak, shu barcha hozir bir narsa shart qildi. Sen yashagan muddatcha degan ekan, hadis hukmni ochdi, u yashagan muddat degandan bekor qilib qo'ygan. Shu bo'lib demak, uni qilgan sharti bilan hadis hukmi zid keldi dedi. Bu dil chiqmaydi. Ya'ni u hadis xuddi shariatning shartini bekor qilayotgandek qiladi. وذلك أن ذكر العاقب يوهم تبديد العطية هنا. Çünkü sana ve farzandingi bo'lsin deb qolsa, sening umring bo'yi sen o'tag'in. Ondan sen o'lgandan keyin farzandingni umr bo'yi o'tasin degandan buni bildirdi. Xuddamda shu o'zining mulkidan chiqiriblar, kesib berayotgandek bo'ldi dedi. Endi o'ylab qolamiz. Tabdid yana qat'al mulk yani. Qaytmaydigan qilib berib o'tishga iborat deb o'ylab qolamiz. Faman ghallaba al-hadith ala ash-shart, hadisni tutib shartni ojizdab qaragan qarashkilar qol bi hadith Abu Zubayr an Jabir. Ashuni tutdi dedi. Va hadith Malik an Jabir. Abu Zubayrning Jabirdan rivoyat qilganmi, ya'ni Imom Malik Jabirdan rivoyat qilgan u hadisni oldi. Shu muttafaqun alayhi hadisni tutdi. Va man ghallaba ash-sharta qala bi qawli Malik. Shart bo'lgan al-muslimun anda shurutihim degan ekan, shart hisob deganlar Imom Malik degandek u egasiga qaytadi. Men hayot yashagan muddatcha o'sha o'tirib deganda o'lgandan keyin men qaytadi demas ekan. وأما من قال إن العمرة تعود للمعمر إن لم يذكر العقب أمده bu ömür boyu beritilgan uy eğer farzandlaring o'tasin demagan bo'lsa egasiga qaytadi deganlicha. ولا تعود إن ذكر eğer ballari deb ballam tilg'agan bo'lsa qaytmaydi deganlar. فإنه أخذ بظاهر الحديث hadisning zohirini oldi bular. Ya'ni zohiriylar Yok, hadisda mana ayyuma rajul amara umra lahu wa li'aqibihi va li'aqibihi bo'lsa andan la tarju ila alladhi a'ta abada dedi. Undan keyin li'aqibi desa qaytadi degan bo'ldi dedi.
Yaşı muttafaqun alayhi desin gapim var. Ve amma hadis Ebu Zübeyir an Cabir fe muhtelefun fihi. Amda mana nimda aytsangiz, ma Abu Zübeyir'in an Cabir degan asl degan hadis desa fe muhtelefun fihi. Bunda rivayatın sal ixtilof var. Yani bir acizlik var bunun demoqchi. Yani gapning nimasi shu bordi. Yani rivayet Ebu Zübeyir an Cabir. Abu Zübeyir'nin Cabir'dan rivayet qilishida azroq gap so'z var. Alimlar bazı bunu da to'liqdan anlamantda, to'liq anlamantda muşun acizlikdan gap bor edi. Davomki men anlayman. Muttafaqun alayhi sanada va aqabihi bo'lsa la tarju abadan degan ekan, shuni ko'rib ketdida. Lekin aqabi nima demasak, o'zi qilgan shart bo'yicha ashida o'lgicha o'tiroladi, o'lgandan keyin iz qaytdi degan bo'ldi demoqchi ekan. وأما إذا أتى بلفظ الإسكان بس أعمرتك ما يعذر أسكنتك دبتوس فقال أسكنتك هذه الدار حياتك سير يشغم مدتشا سير مشاهد التوازن بيعي مشاهد توسلا ينبوسا فالجمهور على أن الإسكان عندهم أو الإخدام بخلاف العمرة وإن لفظ بالعقبة لك ولعقبك جسمه bu iskanlar ihdam umralar o'xshamaydi. Yani bunun demoqchi o'ni al-mulkiyya tarjih lil wahid demoqchi. Iskan ihdam so'zini ishlatib qolsa, bu odam o'lgandan keyin shu uy yoki xizmat qilib qul izib qaytadi. Lekin a'mar deganda izib qaytmaydi, o'shadan bo'lib ketdi degan. Jumhurlar ma'lumot jumhur فسوى مالك بين التعمير والإسكان. عند إمام مالك يا مسلك كأن شردا إسكان مسلك كأن شردا عمره ولا إسكان أخشاش ده. عند أخشاش نمجي بشكته. Öğrendiğimiz ne oldu işte abi? İşkili ahvalda bu mülk iskaytodu demek işte. Demek umradan iskaytodu demek işte. İskanın öxşaş qarda ise iskan desem o qaytodu. Hadi manada jumhur bilan o'xshash qilamdi. Askantuga degan so'zni ishlatsa, jumhur mu qaytib deydi, Imom Malik qaytib deydi. Shu Imom Malik al-jumhur bilan billah. Wa kana al-Hasan wa Ata wa Qatada yusawwuna bayna as-sukna wa at-ta'mir. Bular ikkisini teng barobar qaraydi. Nima deysiz ki annaha la tansarifu ila al-muskini abada. Mana herkes qaytmaydi deyishda o'xshash deb qaraydi. Demak, umra qismi qaytmaydi, bu jumhur bilan birga kim bular? Sukna desa qaytmaydi deganda jumhurdan ayirib chiqildi. Nima? Jumhurdan ayirib chiqqan bo'ldi. Ala qawl jumhur fil umra. Mana jumhurning umradagi qarashi bo'yicha mushkil iskandimi bunda qarashi bo'ldi demoqchi. To'g'ri. Wal haqqu, wal haqq degan hozir Muallifning tarjihi shuni ko'rsatdi. أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منهما واحد. أن الإسكان والتعمير إشكستين تشندغم مضمون بر يعني إشكست وأنه يجب أن يكون الحكم إذا صرح بالعقب مخالفا له إذا لم يصرح بذكر العقب. لو كان إشكست بجاب يا إشكست ده أخشى ليس قيد ليس يا قيد ليس İmam Malik o'xshashligini shu jallat qilmoqchi. Lekin qaytmaydi da azar İmam Malikning ham to'g'ri kelmaydi. Iskanadan ta'mir o'xshash. Va annahu yajib an yakuna al-hukm idha sarraha bil-aqb mukhalifan lahu idha lam yusarrah bi dhikr al-aqb. Endi yana bir muhim nuqtasi farzandlarimni o'ttasin degan gapni qilsa, uni qilmagan bilan o'xshamaslik kerak. Farq bo'lish kerak. Shu o'xshash deb qo'ysak bo'lmaydi. Ala mazhab ilayhi ahlul zohir. Ahli zohirning qarshi kuchda o'tamiz. Farq bo'lish kerak. Askantuga, a'martuga, hadi dar desa, bolalarning gapini qilmagan shu odam o'lib ketsa, bu uy qaytadi deymiz. Hamda a'martuga hadi dar laka va li aqibika deb qolsa, bu dashadimning bu aqibat bilan davomlashgan. Yani bu adam olsa miras kaldı deyince bildirin. Nahanga şu adamın doğru gitti dedik. Distonun Müslüman, muttefakana ya distonun Müslüman, şunu göster. Şu muhalifinin tercihi zaten raci.
القول في الأحكام يبقى مناسبة لك أحكامنا. ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة وهو الرجوع فيها. يعني اعتصار إنما الرجوع في الهبة لوجه وبارك منك هذا دنيا بالإصلاحي اعتصار يعني رجوع لوجه عند هبة قلب ينواسا يندرت كان سخنة يلغى إشقوشش دينا كان سواءه مش حكم لما دين مثلا. فذهب مالك وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث دينا أو بالجملة ما لم يترتب عليه حق الغير. هذه من مالك هذا هم دم باين وسخال تواس بولد دمده تكلم دادا بالوس كل الناس بيربكاسا معلوم أحوالدا قشينه ولا لا يدري خندا أحوال بالو باين لكن بالثوي ويلين كاسا ثوي كاسا إنه كي خاطر واس بومايدا لكن ويلين كالتا بس خاطر واس يا كي باين لكن خاز كي بغلاب قلنا مدا شو سا خاطر واس بومايدا يعني أولون باشكا شندا باشكلاغا شندا خاز كي بغلاب قلنا يعني إشتري بجت نمن جكن قلنا بريد شلاب كاسا خاطر واس بومايدا وندا أحوال بومسا خاطر واس بولدو. وأن الأم أيضا أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيا. دادا يطلب قاسا أنس أزباق الناس خاطر واس بولدو دبتم. لذلك والدين غا الله يذكرت الله. وإمام مالك نن بقارش إمام أحمد ثم كأجم بالرواية. دسايا توسان من خاطر الله يد. دسايا تومسا خاطر الله ما يدان نسير. أنا أزباقي نبغى. خد بو أنا نينكي خاطر الشوكوك أدد بوسا أنا كشكي كده. دد إنه فرقش ده سبكة نقولام خاطر الله ما يدان ده. çünkü bu bala azar üzüldüğü bir aile kurup manda bulup gitkendik. Ma ailenin anımsarasını üzülgendek bulduk. Bugün dadulab kalsa bu dada yanılan yani anta ve malgali ebik diyendek bu bir çellinin aslı yaşatkan balırken de bu çağda ananın yani alalıydı. Lakin dadı ögekenlikler bu çoğuyduğun aileler başka bir aile ögekenlik bulduk. Buna müşunda bir taraftandı. وقد روي عن مالك أنها لا تعتصر. إمام مالك أنا خاطر ما يدري عن قرش مكالده. وقال أحمد وأهل الظاهر إمام أحمد يعني بالرواية وأهل الظاهر لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه. باقي أنه دولم دو أنولم ليش كم خاطر لما يدور. وقال أبو حنيفة يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي رحم محرمة عليه. Erkanda kişi bagen nasıl hatırlar buldu. Fakat lan mahrem tutkanla bagen nasıl hatırlamaydı. Bu müşrik şu karaş. Ve ecma'u ala ennel hibetelleti yuradu biha sadaqatu ey vecullahi ennehu la yecuz li ahadin errucu fiha. Agar hibenin mu şu sadaqanın bir türü denge çıktı. Bayattan tanıdığı vejallar zıkkı. Demek sadaqı mı hibenin bir türü. Aslında sadaqa berayotgan bo'lsa, sadaqada qaysi bo'lmaydi. Amma buni ittifoqdir. Asli bu tartib bo'lishi kerak. Bandiga berganimda qaysi bo'lmaydi. Alloh taolo uchun sadaqa qilgan bo'lsa qaysi bo'ldi desak, balki to'g'ri. Nima uchun? Alloh taoloning rahmatiga, afuchanlikka, g'afirdan, g'affar bo'lganligiga banda lekin haq kelgan chog'da afu qilmaydigan musulmon ekan. Banda da xatir olmaysa, Alloh taoloning xatirasi Alloh taolo afu qiladi. Shuna huququlloh va haqqul abd desa qaysi muqaddam desa, haqqul abd muqaddam degan bo'ladi. Çünkü o insan koyulmaydı aslında, ötürtmeydi. Allah Teala ötürtüyor. Niyadan insan tatil yapıyor. Kaytanmaydı. وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الآثار. Hadisler zikret kaldı. Şu sebepten ihtilaf kılıp çıktı. فمن لم ير الاعتصار أصلا احتج بعموم الحديث الثابت. Kaytırılamaydı fakat diyenler Seyyid isminin umumunu aldı dedim. الثابت نشاده سيرنا برسل بارين يعني بو بخاري ده كايغمو ده شنو اسمه
وهو قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. Berayotgan narsa indirgan kishi ishga o'xshaydi. O'zi qayqilib, keyin qayni yalaydi demoqchi. Qaytaydigan gap emas. Demak, shu Zahir Imom Ahmad bilan Ahlullohning dalili va man istathna al-abawayn Imom Malik, Imom Ahmad rivoyatda ata'ani min mustasna degan. Ihtajja bi hadis Tawus أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد. إيش كم بعدين مثل ينواس بمايد فقط أت بوسلام ينواس مايدين مش رواية نكال. وتاوس رسول الله صلى الله عليه وسلم ده يعني كن مولده مرسل وده. هذا صحابي شو قلده. من إمام شافعي نسائي بيهقي عبد الرزاق مصنف رواية كذا. من ده مرسل على رواية كذا نه. وقاس الأمة على الوالد. أننا ضد قياس ما عند الوالد يعني كان أن قط بنوع قياسا. وقال الشافعي أن الإمام الشافعي مشهدس رواية كذا. الإمام الشافعي يزن كتاب ده مشهدس رواية كذا. رواية كذا لو اتصل حديث طاووس لقلت به. طاووسның hadisi muttasil, musalman muttasil bo'lgan bo'lsa, albatta mana shu bo'yicha al-valid mustasna, validayn mustasna deydim dedi. Wa qala ghayruhu qad ittasala min tariq Husayn al-Muallimi wa huwa thiqa. Imom Shafi'i sizlar mush muttasil kelgan bo'lsa, mana shuni olibdim deganlar. Husayn al-Muallimning rivoyatida muttasil kelgan bo'lsa, sizlar ilishga majburman. İlzam qiladi. Shafi'ning ko'z qarashi İmam Shafi'ning bayon qilmadi, lekin İmom Shafi'i kim bilan birga? Shu Ahmad bilan birga bo'lsa. Bundan ekan biz tekshirsak, bu rivoyat muttasil holatda kelgan ahvol mubah. Yani bu hadisning asli qanday kelgan rivoyat bu? Mursal Tavus bilan qala Rasululloh deb ketishmi? Hamda muttasil jo'd Husayn al-Muallim an Amr ibn Shu'ayb an Tawus an Ibn Umar wa Ibn Abbas radhiyallohu anhum an Nabiy sallallohu alayhi wasallam degan. Mushu muttasil sanadan mushu. Yani Husayn al-Muallim thiqa degan ekan. Ana shunda qarasak Amr ibn Shu'ayb u thiqa, Tawus thiqa, Ibn Umar Ibn Abbas bo'ldi shigidi. Lekin Imom Shafi'i mushadisni ayat tutmagan bo'lsa, keyin Imom Shafi'i tinib biz unday emas, iza sahhal hadis fa huwa madhabi degan ekan, Imom Shafi'ning qarashi shu bo'ldi. Lekin Imom Shafi'ni hozir biz kimga qatnatamiz? Imom Malikga qatnatamiz. biz majbur qatamiz. وأما من أجاز الاعتصار إلا لذوي الرحم المحرمة أشو إمام أبو حنيفة فاحتج بما رواه مالك. إمام أبو حنيفة ما أسريتها احتج بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من وهب هبة لصلة رحم أو على جهة صدقة فإنه لا يرجع فيها قيتا ميتون. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب بها فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. من بجناسنا أدياق لب برب ما بخيطران كده أدياق كم بوسا أنتن راجو ده بجناس خيطمها غلطة يندرواس بلدو أزتو مردون جبيكم سنذكره بعد دعوة بعدنا مشكلة بنا عبد الرزاق مصنف ده رواية كان yani bunun senedi sayı. Belki İmam Ebu Hanife'nin asas şahsiyeti bunu. Hazreti Ömer mi bunu özden ra'ayla olan bunda demaydi. Çoğun bu marfu. Fi hukmul marfu dadlam Resulullah taqsa bu manda hadis olarak bilinir. Nasıl yakın tutan bo'lgan yakın tutanligini bakindi. Rahm mahramligini shu birisi o'g'il birisi qiz bo'lib qolsa to'y olmaydi degan darajaga tutgan bu. Men ish tutgandan yiqra tutgan bu. Bir yerim tutgan, bir tutgan qadar.
قالوا وأيضا إن الأصل أن من وهب شيئا عن غير عوض. قالوا أيضا وأيضا هنا أبو حنيفة عقلي دليل لهم إن الأصل أن من وهب شيئا عن غير عوض. بدل الناس بريتلين شيء أصل قاعد وجهنا أنه لا يقضى عليه به الناس بريتلين. Mesela onu qaza qılına eklep, onu mecbur birəm səlqib, birmən dəftkənsi, birişin lazım da bunda hüküm qıldırılar iş yok deyil. Burada mesela bir nasi vədi qıqası mı? Onu siz vədi qıqanda bunu sot məhkəməsinin qararı bilan icra qıldır, bunda qılış yok deyil. İlla məttəfəqu aleyhi minəl hibati ala vecih sadaqa. Fakat lama sadık vədim desem de şuna belki icra qılış mümkün deyil. Bunda alınırken bu bir vədiga o'xshash, vədi tutunusunu buldu demek ekan. Yani mesela günah Allah adamgarchilikka daxl etish, axloqiy jihatdan bo'lishi ayrı masala. Lekin bu haq huquq, sud, da'vo masalasida besim qilib ijro qilish masalasi unda qil bo'lmaydi deydi. Va jumhurul ulama, yani Abu Hanifa'ning va'dalari hozir bunda zo'rlik bo'lmaydigan narsa bor ekan, rahm mahramda asar keldi. Bunun başlığının faytavası buldu deb chiqdi demakchi. Va jumhurul ulama ala anna man tasaddaqa ala ibnihi famata al-ibnu. Jumhur ulamalar ma masalada unda qarabdi. O'zining o'g'liga sadaqa berdi. Aziz sadaqa bu shunda o'zining o'g'li ota-onasiga durust bo'ldi deb qarasak, sadaqa bersa, o'g'liga sadaqa beribdi. Bu sadaqa farz vojib zakat bergan emas. İxtiyoriy bir sadaqa. فمات الابن oğlu ölüp gitipti. Ba'da an hazaha qo'liga aqlab qo'sadaqana ölüp ketsa, ashu balısının mulki ölüp ketdi-ku. Balısının mulkini bu dadisi miras olibdi. Fa'innahu yarithuha. Dadisi miras oldi. O'zi bergan narsani sadaqa qilgan narsa o'zi miras asl bo'ldi. Va fi mursalat Malik, İmam Malikning unda mursal rivoyat qilgan rivoyatlarda keldiki enne rajulan ansariyen minel khazraci tasaddaqa ala abawayhi bi sadaqatin. Ansarlardan birisi ota-onasiga bir sadaqa bergan. Tatavvuiy sadaqa bergan. Fahalaka ota-onasi sadaqani berganki o'lib ketib qoldi. Fawaritha ibnuhuma al-mala. Ota-onasi o'lib ketgan ekan, ash sadaqa bergan o'g'li ashu mol-mulkni o'zi bergan sadaqa mal-mulkni o'zi miras oldi. Bu mal-mulk iboratda esa naql, ya'ni qo'rmoqlik bor ekan. Fasala an zalika Nabiy sallallohu alayhi vasallam faqala qad ujirta fi sadaqatika. Sen bergan sadaqangda savobni bulding. Shu chog'da sadaqa deb niyat qilib bergan vaqtingda sadaqa bo'lganda savob bo'ldi san. U ish tugadi. Endi u ig'dasi o'tkaldi, u odamlarga nisbatan o'zining mulkiga bo'lib ketdimi? Va xudha bimiratik. Endi sen uni dadangni bo'lib ketgandan keyin, sen miras bo'yicha sen miras haqqing asl bo'ldi debdi. Bu mursalat malikatdan bu balag'at malik. Mursalat bilan balag'atningki farqi bor. Mursalat deganimiz endi sahobaning shu qilib tabi'i qala Rasululloh degani desak, balag'at deganimiz Imom Malik al-Muvattada balag'ani annahu kaza va kaza degan bunda kelgan rivoyat balag'at deymiz. Bu ayrı mesele. O mursalat to'g'ri chiqmaydi. Albatta, balag'at bek ajiz. Mursalat degan qilindi ushluq. Unga yaqin qilgan ondan Buxoriyning muallaqatlari bor. Hamma shuni qo'yadi. Ve bu hozir ma'rifat darajasi nima? Ajiz bo'ldi. Mursalat ma ajiz ekan. Balag'at degan balag'ani anna fulanan qala kaza kaza deb u tabi'in chiqqanlar uni. Ha? İmam Maliklar shu jarayonni ko'rgandiklar men unda ma'lum bo'ldi, xabarda bo'ldimmi shunda vaqalikning bo'lganligidan xabar bor. Bu mursal ajiz. Wa kharaja Abu Dawud an Abdullah ibn Burayda an abihi an imra'atin anna imra'atan datmanda desekildi. An imra'atin to'g'risida. Bunda Burayda radhiyallohu anhu bir ayolni rivoyat qilganda bular so'zlari bo'ldi. Abdullah ibn Burayda an abihi
أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت قد تصدقت على أمي بوليدة ما أنا مغابر ديدك صدق باغنتم وإنها ماتت أنا مغابر قلدن وتركت تلك الوليدة أش ديدكنا من باغن ديدكنا مرستا شركت فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث صدقناز hisoblab savob bo'ldi endi u ana so'ra ketgandan keyin miros bo'yicha sizga qaytdi bu muslim rivoyatidan ekan Buxoriy fil adab al mufrad Sahih Buxoriyda emas va Abu Davud rivoyat qildi lekin muslimda bor bu rivoyat muslimda vajaba ajruki wa raddaha alayki al-mirasu deki. Müslüman rivayet yazsın. Tahrijine caiz kılınmamıştır. Müslüman var. وقال أهل الظاهر لا يجوز الاعتصار لأحد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشتريه. مشو باقالك بخاري رواية مسلم المشترك. متفق عليه. هذا bu qaysi vaqtda shuni setib olmaganida fil farasilladi tasaddaq bi Hazrat Umar na ism bir otni Alloh yo'lida jihad qilinsa deb uni birsiga sadaqa qilib bergan shunda nima qilibsan jangga manganda lekin bu sadaqa qilgan kishi qarasa bozorda buni setish chiqib turadi sadaqa yuribdi yoki Alloh bak ism otdi bu da olmayani setilib Asam bulan dikkat mukhansa Rasulullah la tashtari setoma şu akalıkın baş. Fainnal aida fi hibatihi kal kalbi yaudu fi qaydihi mana müsnadiyen aslan davam. Vel hadis muttafaqun ala sihhatihi. Muttafaqun alayhi. Yazılışlar situasyon mu mevcut? Çünkü bu sadaqa bagan attı bu. Yani şu situasyon yani şu yani konu ağındaki bulduğu mava xatarlık ağır. Eski ağacı kırık hadislerinin faiz boyunca buldu. Bu aşının mülkü bulup gitti. Bulup gittiğinde bunun qaysi situasyon buldu diye çıktı. Yani bariranın var. Esbisinin hadisi var o. Bizim bir koy ne baririn sadık gitti. Kim barira onu pişirip ekegen çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle tamaqağım olsa öyle tamaqağım olsa barira ekegen koşuyor. Biz sadaqalarken koyduğum pişirip eketken şu bağır yani ki yelaha sadaqa ve lana hediye ilki ötep oldu. Ötep olan aşırı koyular gitti. Onun için bizge ekes bize hediye oldu. Sadaqa diyen hükmü amma ödedi. Nalki müşahede hadisler birbirini zikret kılalık bir ahval buldu. Kâlel qâdi kim? Nuruşt. وَالرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لَيْسَ مِنْ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ İblisinin yeni biliş, İslam ahlak fazilet emesi bu. وَالشَّارِعُ sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا بُعِثَ لِيُتَمِّمَ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ Anda mirasından qaytib kelish yo'q. Miras orqali qaytib kelish. Bir qisqa bir o'tib ketgan. O'tgan keyin da so'rab qolsa miras qoldi. Bu ixtiyoriy qaytirilish emas. Yani mecbur kelib qoldi buni. Yani ay so'rasa naqadini unda kelib qoldi. O'zi yandirolay deb yandirolashimiz. Buni siz farqlantirsak ajoyib shudur. وهذا القدر كاف في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية. وصية ديالنا أوصيت ديال وصلت ديال مان تشتدون. خد bu vasiyat ayet bilan mamatlikni o'tirni tutashtirganlik bir ish olishda vasiyatdir. Bu at-tabarru bihi ba'da al-maut. Yani o'limdan keyin, o'lgandan keyin tabarru qilishni iborat vasiyat. Vasiyatningki mashru'ligi thabatat bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal ma'qul. Qur'on karimda kelgan. Kutiba alaykum idha hadara haddakumul maut in taraka khayran wasiyatu lil walidayn wal aqrabin. Yana Qur'on karimda miras oyatlarda min ba'd wasiyatin yusa biha aw dayn. Bunda başka ayetler var. Yani hadiste var.
qana bir mu'min vasiyat qilgan bir narsa bo'lar, vasiyat qilmay ishdan unda qunab qasi bo'lmaydi degan hadisda bor. Vasiyat qilgan narsa bo'lib qolsa, yurib ish bo'lib qolsa. Masalan, bizga bir ishim bor, qarzim bor deganda, unda ish bo'lib qolsa, shuni qilmish vojib degan gap chiqadi. Lekin vasiyatni hukmi shu amli amal qarab vojib, mandub yoki makruh harom bo'lishi mumkin. Ishning tabiatiga qaraymiz. Vasiyat insonga berilgan fursat deydi. Masalan, bu umr bo'yi Alloh yo'lida hizlayolmay, ba'zi bir silarayim qilolmay, yaxshilik qilganlarga qaytarolmay bunda o'tib ketdi. Dunyo qo'lishmida miyada o'limi qilib qoldi. Oxiratda kuchim pul hizlash, adabiyotchilik ishlar bu qilib qolgan bo'lsa, bu bo'lsa o'lash oldida yoki o'lim shunda ko'z ko'rgandiklar shu chaqdan to'g'ri atrofiga oldimay qarab nisab kitob qilgan vaqt kelgan ekan, unda qarasa bu odam dunyoda shundan yaxshilik qilmay, Alloh yo'lida xizmat, boshqa yakka yo'riqliga adabiyotchilikda taqsir qilib, yaxshilikni qaytarmay, bundan bo'lmoqda deb balaq qilib vasiyatini bilan qoldirib qo'ygan. O'lib ketgandan keyin manchilik pulni qalani biringlar degandek, ya'ni bu oxiratga hech bo'lmasa oxiratga ilib ketadigan bo'ldim. Shuna endi bir eshiga yo'llandim. والنظر فيها ينقسم أولا قسمين. القسم الأول النظر في الأركان والثاني في الأحكام، ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة. المسائل المشهورة بس قلب منصر شو يخشى مالك منك تفسيرات الكلمات مثلا. القول في الأركان، والأركان 4: الموصي وسيدكلون الموصى له وسيدكلون الموصى به وسيدكلون إيش لكن أسفل، والوصية وسيدة يزغنا شو وسيد تبلغنا. أما الموصي أن بربلب تحترمز. أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك. Bir narsa iydoshiga to'g'ri bo'lgan bir kishi bu vasiyat qiladigan odam bo'ldi. Va yasahhu inda malikin wasiyat as-safihi was-sabiy alladhi ya'qilu al-qurab. Imom Malikning nazarida, ya'ni Imom Shafiyning nazarida shunda, Imom Ahmad bu bir rivoyatda shunda qaragan. As-safih, biz hajr qiladigan safih va shu safihmi vasiyat qiladi ekan. O'lib ketgan bo'lsa, mulki bo'lsa vasiyat qildi ekan. Balki de dünyada sefiy olib qanchalik o'lim ko'ringanchalik aql paydo bo'ldi bunga deyish mumkin. Nima? Dunyoda o'lib qolgan ekan, u pul tugab kesilmaydi. Was-sabiy alladhi ya'qilu al-qurab. Yana biz savob degan narsani tushundigan, xayr saxovatni tushundigan kishi bo'lib qolsa, balog'at ketmagan. Bu mu vasiyat qilsa, o'lash oldida shunday vasiyat qilsa bo'ldi deymiz. Va qala Abu Hanifa la tajuz vasiyat as-sabi alladhi lam yablugh. Abu Hanifa yaqul balog'at ketmagan bo'lsa vasiyat hisob emas. Va an ash-Shafi'i al-qawlan, Imom Shafi'dan yuqorida ikkita qarash rivoyat qilingan. Va kadalika vasiyatul kafiri tasihhu indahum idza lam yusi bi muharramin. Kafir vasiyat qilsa, ani kafir oxiratni ko'zlamay dunyodagi ba'zi bir do'st birodarlarning ko'ngli xush qilish yoki rozi qilish yoki hamda yaxshi nom atoqqa erishishni Nobel vasiyat qilib qo'ygandek, Nobel mukofoti olmaydan tilg'ilib qilsangiz-ku, shunga o'xshash endi yaxshi nom atoq, bu savob kelmaydi gapirgan. Lavon ekan, uni kuchga ega deb qarayganmiz. Masalan, islom davlatida buni zimmidan birisi bor. Nobel masalan islom davlatida yashaydi deydi. Men shu mulkimni hammani insoniyat uchun ilm ma'rifat uchun nimasada islom madaniyatiga insoniyatga qo'shganligiga mukofot vasiyat qildim. Atvatdan desa, sizlar islom davlati buni qonunan mush kuchga egidamlar yoki kuchga ega emasdamlar? Mana sizlar biz davomli bunda zaxirashlar tashkilimiz qazolar o'tirishlar mumkin, qonun tuzilgan qonunshunos bo'lishlari mumkin. Kuchga ega deb, unda qanchalikdan uchdan bir deyish mumkin. Yani bizdan shu nimaga bo'ysundirmaymiz, bizning shariatga bo'ysundirgan gap.
إذا لم يوصي بمحرما أرام بناشقة مثلا tanışqanı iselişki tabarrağını vasiyet kıldım ya araqanı kılağın dese olmadı ya ki şirkavudumuzun iselişki dese olmayımızı ve emmel musa lehu vasiyet kılıngan kişi yaş vasiyetin paylanılan kişilerden feyna muttefaqu ala ennel vasiyete la tecuzu livaritin liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem la vasiyete livarit ama bu şu musa lehu varis bulması lazım dedi miras koyamaz baş tutallar, jiroqroq tutal bo'lish lozim dedi. İttifoq ketdi uni. La tajuz, ya'ni rozi bo'lmagan ahvolda, rozi bo'lsa desa, vaqtalafu hal tajuz li ghayri al-qaraba. Hamda tuqqandan boshqa yat odamga vasiyat qilsa bo'ladimi o'sha? Pul bilan manchilik qilsin endi. Faqat jumhurul ulama, jumhur dabto innaha tajuz li ghayri al-aqrabina ma'al kirahiya. Makruh qilgan joiz. Nima uchun makruh qilgan joiz? Oyatda shunday degan. Undan innaka intadarhum aghniya khayrun min an tadarhum ala yatakaffafuna an-nas ya. Bere samaydan tutqanlandı. وقال الحسن وطاووس وتابعيلا ترد الوصية على القرابة. يطلع وشيخ خلاصة تقلّاها قدر دمازته. وبه قال إسحاق بن راهويه وحجة هؤلاء حاضر يطلع خلاصة تقلّ قدر دمازجن لا من قرشش نما شنو دليله ظاهر قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين والألف واللام تقتضي الحصر الوصية للوالدين خاص ألف واللام نمشي والوالدين والأقربين الوصية دين كألف لام نمشي الوصية للوالدين والأقربين واحتج الجمهور بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه المشهور وهو أن رجلا أعتق 6 أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 2 وأرق 4 biz yuqorida bir necha qitim deb o'tgan Say Muslim hadisi. Mushuni ba'zi olimlar bu vasiyat vaqaligida deb turadi-ku. Val abidu g'ayril qaraba. Majmu'ning hozir mana bu qullar hozir tuqqan emas mana. Navonikin yatlar qism bo'lgan go. Wa ajma'u kama qulna annaha la tajuzu liwarithin idha lam yujizha alwaratha. Mirosxo'rlar unimay tursa, mirosxo'rlardan birasiga vasiyat qilib bo'lmaydi. Chunki u miros orqali haqni oladi. Uningdan yana ortiq elisi o'bashiga agar boshqa mirosxo'rlar biz rozi shu vasiyatni mirosdan ortiq vasiyat bo'yishini mayli deb qolsa ixtilof bo'ldi. إذا أجازت الورثة فقال الجمهور تجوز جمهور عالمlar أشو باش ميراث قولlar mayli biz rozi deb qolsa miros qo'yga vasiyat bo'ldi debdi. Bular ashu la wasiya livarit degan hadisning oyig'idagi illa an yujizal warata degan ashu ortiq bir jumla so'zni hasan degan darajaga chiqarib turib undan ashunga amal qilmaymiz deb qarab. Bu aciz ziyoda lekin shuning boshqa har xil turuqlarini kelgan yo'llarni jug'lab turib qumulsa sal jamlanib mavzu paydo qilgan. Va qala ahli zohir wal muzani zohirlar mushabbidan shagirdi muzani bunda la tajuz jaiz emas. Va sabab xilaf hal al man'u li'illat al warathati aw ibada. Ya talashdan sababi bu boshqa mirosxo'rlarning ko'nglini ranjitadigan, sizlarni uzitadigan, mana bir biz tushunadigan bir sabab uchun cheklashmi bu? Ya biz men uchun qilinmaydigan bunda bo'ladi bu deb bizga qabul qilishni buyurilgan ishmi? Yani g'ayr mafhum nima ekan ibodat degan. Tamam qala ibodat. Buning sababini uqmaymiz. Deganlar qal la tajuz va in ajazaha al-waratha. Jaiz ismi esa qolmaydi. Va man qala bil man'i li haqq al-waratha mana bu ta'lil chiqarib, yo'q boshqa mirosxo'rlarning haqqini qo'llash uchun varisda vasiyat qilish yo'q deganda deb qarasa ajaza ida ajaza al-waratha. Boshqa mirosxo'rlar
ma'qul desa, bu o'zining haqqini tanazul qilgandek. Mayli, razi deb turgandek. Bil man'i li haqq al waratha. وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. مش اختلافنا عنده. بولشة لا وصية لوارث هي مشاهدة ألدغان حكمنك مقوم مسكين كده تشتغل. هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول؟ يعني لا وصية لوارث ميراث قوغا وصية قلش يوق ديان زاد مشنن سبب شنمدو شنمدو. شنو دسه miras o'tirda ko'nglar qo'nmaslik miras bo'lni haqqi o'tab ketmasin alloh taolo hammaga bunda farz qilib bekitayotgan ayrim bekitayotgandan keyin bir ortiq bir ishlar qoladi deb tushundim. Laysa bima'qul desa biz buning sababini tushunmaymiz. Bunda datto la vasiyat varis shunda qilamiz. Ta'abbudi g'ayr ta'abbudi emas. Va ixtilafu fil wasiyati lil mayyit. Mayyit degan bu asli hayot adam bu, ha? Hayot adam. Lekin vasiyat qiluvchi ash hayot adamga vasiyat qildi. Qilgandan keyin bu vasiyat qiluvchi o'lib ketgan bo'lsa, endi bu vasiyat bo'yicha adam narsa olib turgan. Lekin bu odam o'lib ketishdan burun, vasiyat qilgan odam o'lib ketdi. Hali bu o'lib ketgan odam vasiyat qilgan bo'ldi. Shu masala. Faqala qawmun tabtulu bi mawtil Musa lahu. Demek bu vasiyat qilib berilgan. Qanday bu vasiyat qiluvchi Musa lahu, Musa lahu, Musaning hayotida turiblar o'lib ketib qolsa, bu vasiyat bekor ketdi. Ya'ni tabtul bi mawtil Musa lahu fi hayatil Musa degan. Endi aytsa shunisi bu. Va humul jumhur va qala qawmun la tabtulu. Az bir qism olimlar ya bekor ketmaydi. Va fil wasiyati للقاتل خطأ وعمدا وفي هذا الباب فرع مشهور يعني واختلفوا في الوصية للقاتل خطأ وعمدا لا بس القاتل لا يرث دبابه القاتل لا يرث يزوم ميراث قلنا تبكر ميراث الله ما يقول هل شو ميراث قلنا خطأ ترث يا كستم ترث قطه az ölgüçe muş üzden qatilige vasiyat etgan. Belki bu anda vasiyatni tezroq qilib olaydan o'tirgan bo'lishi mumkin. Chunki o'lmasa olmaydi. Oldirib ketib, u nima o'tagilgim chalmas bo'lgan deb o'tirib keyin tutib qoladi. Ular ash vasiyatni shu birinchi ma'noda mutlaqqa. Hali fiqh qoida bor. Man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani. Bu anda istajala shay qabla awanihi. Ular mahrum qilinadi. Bu ixtiloflar. Maliki mazhabdagilar, Shafiy mazhabdagilar, Imom Shafiiyga bir qarashda yibiga qiyos qilib joiz debdi. Esa joiz chiqadi. Hanafiy mazhab, ya'ni Shafiyning yana bir qarashida bu merosga o'qishda joiz emas. Al-qatil la yaris bo'lgan, meros olmaydigan bo'lgan joiz emas deb. وفي هذا الباب فرع مشهور مش بطا مشهور بر تربط مسلوى وهو إذا أذن الورثة للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته ميراث خورlar مثلا نجي يتقبلسا دادا سنوا كمزغر أي مسألة زراعة جمهورning qarashiga shunday to'g'ri إذا أجازها الورثة جائز geldi. Ular dadasayqaqda izraza settismaydi. E'tirozimiz yo'q debdi. Dadasga ketgandan keyin yo'q izraza emas. Ana inolam demoqchi. Dadasga kelgandan keyin inolamda faqila lahum. Ya'ni lahum ar-ruju' demoqchi. Inolaydi degan bir qarash chiqdi. Vaqila laysa lahum. Inolanmaydi degan bir qarash bo'ldi. Vaqila bil farq bayna an yakuna al-warathatu fi 'iyal al-mayyit aw la yakunu. Aşu meyyit şunu bakırgan ballı olsa başkaça, onu bakmaydıgan özeldirak bunlar miras kurulu başkaça. Yani ennehum imkanu fi'liyali kana lahu racun. Yani meyyit aşunu bakırgan balları olup kalsa, yani miras kurulu olup kalsa, onu yine olalaydı. Bunda bulmasa yine olamaydı diyen bir kişinin karşı vardı. Ve thalâtatul akvali fil mezheb. Üç karışın hemisi Maliki mezhebte bağ karşı.
Devam edelim. Başka mezhebin karıştırma şu karıştırın bekçilik bulamıyor. Lahum leysa lahum. الفرق بين أن يكون في عياله يعني. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.